Bugungi polniy kuzov mashinamizda Li 6. Ko'pchilik ustalarni sekret olib qolish odati bor-da. Shogird ketib qolmasligi uchun ana fufdi degan joyini olib qolishadi-da. Eshitgansiz kulollar. Shunaqa fufdi degan joyini ko'pchilik o'rgatmaydi. Ustoz aytardilarki, "Bolam, orqalab ketasanmi? Undan ko'ra o'rgatgin, senga sadaqa joriya bo'lib qolsin" derdilar. O'shandan keyin fikr bo'lgan, oldin ustalarga ham telefon qilishsa sekretimni aytmasdim. O'sha gap menga juda qattiq ta'sir qilgan. Haqiqatda erkin-men baribir o'lib ketamiz. Bundan ko'ra-ki, o'rgatib keta qoling shu narsani. Viloyatdan ham ko'p ustalar qilsa yoki Toshkent shahar ichida ham ko'p ustalar bilan shu ustozni bergan o'g'itlarini deb yaxshi atnashini, yaxshi muomalaga kirishimga sabab bo'lgan. Chunki ustalar qilishsa, bir xil ustalar qiyshayadi, etmaydi. "Yo, aka, olib keling, o'zim qilib beraman" deydi. Lekin men qaysi usta qilsa ham o'zim sohamda o'rgatib, tushuntirib, "Mamtini mamnaq qilib yuboring, mamtini mamnaq qilib yuboring" deb o'rgatib yuborardim. Ish jarayoni va ish sifatini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasiz.